Assalomu alaykum yurtdoshlar, sizlarga sog'lik omonat tilagan holda bizdan ko'pchilik bo'sh yer so'rashdi. Hozir sizlarga to'rt burchak kvadrat desam muammo bo'lmaydi. Bo'sh joy tayyorlab turibmiz sotuvga. Asosiysi Termiz shahridan bo'lyapti. Termiz shahar hududidan. Yana ham orientir to'g'ri tushuntiradigan bo'lsa, manzilimiz Termiz shahar Namuna Alisher Navoiy mahallasida bo'lyapti. Termiz shahridan kelaverasizlar, Namuna go'shga yetmay, shu yerda 24-maktab shu atrofida orqasida bo'lyapti. Bu yerda gaz, ariqda suvi, krantda suvi, ichimlik suvi ya'ni, shirin suv va kachok hammasidan muammo yo'q. Svetda endi aytmasam ham bo'ladi. Hamma sharoitlar mujassam. Kelasiz, bu yerdan mana bu uydan oralig'i va mana bu uydan oralig'i, mana shu beton oralig'idan eniga 23 metr, bo'yiga ketadi endi. 5,5 sotiqgacha sotiladi. Agar pulim kam degan obunachilar bo'lsa, maksimal 4 sotiq minimum, ya'ni 4 sotiqgacha olishingiz mumkin minimum. Agar kerak desangiz 5,5 gacha olishingiz mumkin. Mana shunaqa. Demak, 23 ga bu yog'i 25, 26 ketaveradi. 4 sotiq bo'ladigan bo'lsa 17, 18 shunaqa bo'ladi. Mana ariq suv bu yerda yil 12 oy desam salgina xato bo'ladi. Bitta shu adashmasam dekabrdami, yangi yilda shu salgina suv o'chadi ekan, bir kelganimni ko'rgan. Boshqa payt doimo suv bo'ladi. Yerda unumdorligi zo'r. Mana teplisa, mahsulotlar, ya'ni nima deydi, poliz ekinlar ekilgan hammasi hosiliga kirib yotibdi. Kelasiz, foydalanasiz. Dokumentidan muammo yo'q. O'p shu uyga bo'lib turibdi, kelasiz, pulni berasiz, sizga ajratib dokument qilib beriladi. Asosiysi mana chegara tayyor. Mana bu yerdan bitta ko'prik qilasiz. Bu yerimizning narxi 1 sotiqi 42 million so'mdan deb baholandi. Xayriga kami bor. Kelishiladigan joyi bor. Maktab 24-maktab, 23-maktab, bog'cha so'rasanglar, mana shu yerda yana 3-4 uy narida bog'cha bor. Juda yaxshi. Ko'chalar asfalt bo'lgan. Qo'shnilar ahilinoq. Bunisi tamom. Kimda qanaqa savollar tug'sa, pastda qoldirilgan nomerlarga bog'lanasizlar. Mana shunaqangi bo'sh yer izlab yurgan tanishlarga, chet elda ko'pchilik bizni kuzatishyapti YouTube orqali. Mana shunaqangi tanishlarga yuborib qo'yinglar. Salomat bo'lingizlar.